Assalomu alaykum. Bugun 26-iyul. Toqqa ketyapmiz. Yo'limizda mana bizni sinyaklarimiz uje quriyapti. Uje mana shu holatda yaxshi asal berish kerak. Uje oz qolyapti. Ko'rsataman farqni. Bizni tog' bilan bu tog'ning farqini. Mana Perevalda o'sha Toshkent Farg'ona ketadigan naqamiz. Poyez yo'limiz. Mana shu tomonga yana ichkariga kirib ketamiz. Shu tog'lar orasiga. Mana shu yerda xudo xolasa videolarni qo'yib ketaman. Ishtimon olib kelganim yo'q. Qo'shnilar asal kelyapti deyapti. Asal oldik deyishdi. Borib nazorat qilamiz. Agar yaxshi bo'ladigan bo'lsa, sirazi biz ham chorshanba, seshanbaga asal olamiz. Mana kelyapmiz, yo'lda to'xtadim. Qo'shnilarda arisi mana oqartirib tashagan. Bizniki tevaroqda yana ozgina yuriladi. To'xtadim. Hozir tashlaydi ekanlar. Pastdan chiqadi vizyatka isib chiqadi mana. Katta. Bu ham boradi. Mashina kelganimdan beri qaramagan ekanman. Shunaqa gaplar. Biz ham harakat qilamiz endi. Mana arilar uchishi. Zo'r uchyapti arilar. Bu degani ovqat olib kelyapti degani. Mana bizniki bu tomonda. Yana hali bor. Chiqib ketamiz. Mana arazorimizga keldik. Mana qarayotgan bo'lsalar, mana endi ochyapti. Ular yana ochgan yo'q. Yana ochishga bor hali. Mana ustlari endi yorilyapti. Demak, bu ancha balandda. Tevada mana bular endi sekin quriyapti. Ular gullab oldi. Oldi qator endi gullayapti. Mana arilarimiz ishlab yotibdi mana. Hamma yo'q ari bo'lib yotibdi. Mana billayni ham chetda. Mana pastkaga keldik. Ishlayapti arilar. Gullab. Endi bir boshdan kelib arini video qilaman. Chunki anchadan beri video olmadim, bir mehr bilan video olmadim. Bugun hozir mehr bilan video olmoqchiman. Tasib turinglar, xudo xolasa hozir kiyimlarni alishtirishdan oldin chiroyli qilib bitta video olaman. Keyin arilarni ko'rishda davom etamiz. Qarab turinglar. 26-iyul kunga yakshanba Namangan viloyati Chodakdamiz, Arizordamiz. Arilarda qo'shnilar tevadan asal olishibdi. Tevadagi arilar ham yaxshi ishlabdi. Qo'shnilardan so'radim, oqartiribdi. Endi biz arilarni ko'rishga keldik. Hali ochganim yo'q. Ish qilib o'rtada video olaman deb qolib ketib qolyapti. O'shuning uchun birinchi chiroyli video olamiz, keyin xudo xolasa sizlar bilan maza qilib video olaman. Keyin inshaalloh
qolgan aralarni ko'rib ketamiz. Aralarimiz har xil. Birinchi bo'lib taxta uyalardan boshlaymiz. Mana shu uyadan boshlaymiz. Bu eng qizig'i oldidan ochiladi. Mana chigitkalar bor. Arimiz hozirgi paytda bizda 1, 2, 3, 4, 5 ta ramkada o'tiribdi. Oqartirish bor. Oqartirib qo'ygan. Bu yon tomonga o'tib, sekin ochsam bo'ladi. Endi bir ochay aralarimni. Anchadan beri ochganim yo'q. Video tushishi yaxshi. Bu tomonga qilib yaqinroq qo'ysam. Demak, arimiz bu kuchsizroq ekan. Zapas qilib mana bitta mashina qo'yib ketganman. Lekin mashinani ishlamagan. Mana asal kelgan. Lekin birorta pechat yo'q. Bular xabaringiz bor, bizda aralar hammasi ovqatini yeb tashagan. Shuni hisobiga mana endi metlarga asal olib kelibdi. Mana asal olib kelgan. Aralar lekin baribir pechat yo'q. Bitta mana tuxum. Mana endi pechatlashni boshlabdi. Bu yerda bu matka ham yangi chiqaribdi shekilli. Bu ham o'sha paytida ro'y bo'lgan bo'lsa kerak. Lekin onasi bor. Onasi tuxum qo'yyapti mana. Texas menaga o'xshayapti, ro'yga o'xshamayapti. Ro'y bo'lganda hamma uyada bunaqalar bo'lib ketardi. Chekkada romkada ham bizda urug' bor. Pechatlagan mana. Matkani ko'rmadim. 1, 2, 3, 4, 5 romkada o'tiribdi. 6-sini qo'yaman. Mana unisini olib tashlayman bu yerda. O'zim uni ham olib tashlasam bo'laveradi. Qisqartirib tashlayman. Qisqartirib qo'ydim. Bu yaxshi. Yonidagini ko'ramiz, ro'y bo'lmagan oilamizni ko'ramiz. Yoniga o'tib olaman. Bular ovqat asal olib kelgan. Bular jicha kuchliroq. Bular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ta. 8 ta romka desa bo'laveradi. Chunki mana uni hisobga olmaymiz. Bu zapasida ishlarmikin deb tashladik. Ana jicha asal ham olib kelibdi. Qara qilishadi, nima qilishadi. Asal rangi qanaqadir ko'k. Ko'kimtil. Asal. Demak, kelishni boshlagan. Asosiy uyaga o'tdik mana.
Asosiy uyada asal kiygan mana. Rangi har xil ko'k. Qora uyada yaxshiroq bilinadi deyishadi. Qoraroq uya bo'lsa onalar bunga tuxum qo'yib tashlagan. Gulchang kam. Tog'da eng bitta yomon tomoni gulchang kelish kamayib ketadi. Gulchang bo'lmasa ona tuxum qo'ymaydi. Asplot qo'yib tashlagan. Mana asalimiz rangi. Demak, mana shunaqa ko'k asal. Mazza. Qimmat bo'ladi bu asal. Albatta bu eng shifobaxsh asallardan biri hisoblanadi. Mana anaqa qora romkada zo'r ko'rinadi deyishadi. Mana shunday ko'rinyapti. Aptolga o'xshagan. Demak, yaxshi. Aralarimiz yaxshi. Bular ham muammo yo'q. Bularda ham arin oldi qismi bo'lganligi uchun metta ari to'lib ketdi. Endi bunaqa pena yashiklarimni ko'rsataman. Pena yashiklarimizni farqini ko'rsatishim kerak. Bismillah. Arimiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ta. 7 ta ekan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta. O devol ekan. Bular mana pechati ko'proq. Oxirda ronkada yo'q arsal. Ara asosiy 6 ronkada. Mana shundan asal olib kelishni boshlagan mana. Mana pechatlayapti. Bu yaxshi. Va nihoyat biz ham asal olar ekanmiz endi. Yaxshigina pechatlabdi bu. Endi pechatlashyapti. Bunda urug' ko'rmayapti. Mana endi chiqdi rasplot.
eng chekkadagi bu ham onarini ko'rmayapman cho'ta. Cheklab peshgan, kichkina bo'lib qolgan. Chunki уже asal boshlandi. Arimiz asal olib kelish kerak. Bu ham o'ziga yarasha katta uyalardan ko'rsataman. Hamdaqa uyalarimiz nima bo'ldi ekan vaziyati? Bu zapas qo'yib ketgan edim. Menimcha birinchisidan umuman bo'lmaydi. To'g'ri, birinchisida yo'q. Magazinda yo'q. Bu ham katta uy ekan. Ikkinchisiga katta uy qo'ygan ekanman. Oqartirgan, asal olib kelgan, pastiga rasplot ham bergan ekan bunga. Ana ko'ryaptimi? Ana pastiga rasplot qo'ygan. Tevasi polniy asal. Buni yonga qo'yib turaman. Urug' qo'ygan ari. Ana asal. Asalni ham olib kelgan. Mana bunda zo'r ko'ryapti, ko'm-ko'k bo'lib. Ko'ryapti, bitta yo'qmi? Rasplot qo'yib qo'ygan. Bitta ham ovqat olib kelgan. Asal mana. Pechat yo'q lekin asalda. Kutamiz. Kutish kerak. Arini asosiy bo'limi pastda. Oy. Bor bitta hozir. Qanchasi ham bo'ladi? Ha, ari mana mamdaqasiga o'sgan. Danimamskiy reshotka qo'ymaganmiz, xato shitda. Danimamskiy reshotka qo'yish kerak edi. Ari pastda qolib ketardi, tevaga chiqmas edi. Ari uzunchasiga o'sgan. Bitga ham asal olib kelgan. Mana bunda to'liq rasplot. Eng qizig'i ko'ryapsizmi, bunda asal bo'lmaydi. O'zi o'shda magazin turishi kerak edi. Ikkinchi korpusda olib qo'ygan ekanman. To'liq rasplot, rasplotlar
Rasplot mana. Asalni tevaga olib kelgan. Tevadagini bemalol kachka qilaveramiz. Shuni o'rtasiga qo'yib yuborishim kerak. Rasplotlarni pastga olib olishim kerak. Demak, rasplot chekkadagi karmavoy, karmavoyni chekkaga ulamiz. Keyingisi rasplot ketdi. Keyingisi mana urug'li ramkamizni olamiz. Bu yerda urug' qo'yib qo'ygan. Urug'ni olib qo'yamiz. Keyin yana bitta rasplot qo'yamiz. Bu nima ekan? Mana matga baqa chiqib olgan. To'liq ovqatli ramkaga chiqib olibdi matga. Matkani pastga olaman. Mana patka. Patkani pastga qo'yib yubordim. Endi bu yerga danimamizga rishotka qo'yaman. Mana asal, to'la asal olib kelgan. Bor bir 1,5 kilocha, 2 kilocha asal bor. Pechat yo'q. Tevadagini to'liq ko'rib olishim kerak. Bunda hech nima yo'q. Bunda ham ovqat. Yangi ramka bo'lganligi uchun yangi ramkani pastga olaman. Tipda yangi ramkani yana pastga qo'yib qo'yaman. Danimamizga rishotka qo'ysa bo'ladi. Hozir danimamizga rishotkamiz yo'q. Joylari bor, hamma yo'g'i bor. Demak, ariga ishlashga qo'yib bersak bo'ldi. Ari ishlab ketaveradi. Bitta magazinlikni ko'rsataman. Magazinni o'zi bo'lganda charisi ko'proqda yana kamayib qolibdi. Magazinga ishlashni boshlagan mana. Endi ishlashni boshlabdi. Hayitlarda oqartirib, asal olib kelib to'qib qo'yibdi. Pastida baribcha to'la asal bo'lsa kerak, oppoq turibdi.
Demak, ari baribir bu ham bu yonga yurmagan. Chunki mashina qo'yganmiz. Oddiy mashina qo'yib qo'yganim hisobiga ari tevaga ishlashni boshlayapti. 6 ta romkada to'liq arimiz o'tiribdi. Mana pechatlari ko'paygan. Yaxshi pechat qilibdi bu. Rasplot mana yangi pechat. Mana ari boshqacha ishlagan. Rossiyalarda mana asalni olishmaydi. Mashina o'ziga qoldirishadi. Magazinga ishlash kerak. Magazinga chiqadimi bilmayman. Mana bu ham xuddi o'shanaqa asal. Sariq, yashil. Qanaqadir achchiq ta'mi bor ekan. Yaxshi, endi nima qilamiz? Chaqa-baqa qilib qo'yishimiz kerak. Bittani bu yoqqa olib turib, ari bu yoqqa kengayish kerak. Shuning uchun buni solib berishim kerak. Majburlaymiz. Bo'ldi. Ari ro'ydan chiqqan. Ari faqat asalga ishlayapti. Asal arilar jichchalik bahorgi arilarimiz nobud bo'lgan. Ko'rishim bo'yicha ari soni kamayib ketgan. Yo tashqarida ishlayaptimi? Asal olib kelyaptimi ko'p ari? Lekin kam. Meni hisobimda juda arisi kamayib qolganga o'xshayapti. Buni holatda qisqartirishim kerak. Lekin arilar ko'p qismi tashqarida bo'lishi mumkin. Buni ko'rdik. Endi mana bunaqa kuchsizdan ham bitta ko'rsatib berishim kerak. Mana bunaqa kuchli kuchsizlarimiz ham bor. Hammasi kuchli emas arilardi. Bunaqa kuchsizlari bor. Bunda pashti yo'g'ari. Bunda ham yo'g'ari. Demak, ari 5 romkada o'tiribdi. Bu rasplot qo'yib tashlagan mana. To'la rasplot. 5-romkada ham rasplot. Bunda ham rasplot. Mana shu rasplot chekkaga olish kerak. Bu qorayib ketibdi bu rasplot. Romkamiz qora. Shuning uchun bu romkadan qutulishimiz kerak. Bunda ham rasplot. Karmavoy. 4 romkada ekan. Bunda shtima yo'q. Demak, bitta karmavoy, rasplot,
Rasplot. Bu qanaqa ekan? Bu ham qoraroq. Ikkita qisqartiraman u yana. Aşağıda o'zi yetar. Ari cho'ta kam o'lib ketibdi. Hali bahorgi arilar tobut bo'lgan, o'sha orada ovqat bermaganim hisobigami. Tamam bas, arasal bor. Rasploti bor. Demak, shunaqa xulosalar qilaveramiz endi. yigirma oltinchi iyuldagi holatimiz asal kelishni boshlagan, gullagan. Nimaga tog'da turibmiz? Tog'da shartmida shunaqa qilib paxtaga olib tursam bo'lardi. Yo'q, paxtada ham ko'ryapmiz. Baribir dori sepyapti. Hozir ham kelyapti, ko'rdim. Baribir paxta, Xitoy paxtaga ham ko'sak qurti tushyapti. Baribir dorisini sepyapti. Arilarimizni o'ldirgandan ko'ra, mayli u 2 tonna asal olmaylik, 300 kilo, 400 kilo, 500 kilo asal olsak, xudo berganini olamiz. Lekin arilarimiz yaxshi, mana tuxum qo'yyapti, rasplotlari bor. Eng asosiysi arimiz o'lmagan. Paxtalarga dorilar sepib, ko'saklarni olgandan keyin avgust 20-lariga tushib ketamiz pastga. Arilarni asalini olib, qishga tayyorgarlik ko'ramiz. Bizda mana shunaqa asal bor endi. Shu asalni olamiz. Yana jichcha bor, menimcha keyingi hafta yoki undan keyingi haftaga pechatlab tashlasa kerak. Arilar tuxum qo'yishni boshlagan. O'zi mana shu tuxum kerak emasdi hozirgi paytda. Biz asosiy asalni olishimiz kerak edi, keyin tuxum qo'ysa yaxshi bo'lardi. Tabiatimizda gullagan mana arilar uchib yotibdi. E'tibor bergan yo'q arilar. Yana nimalar haqida gapiramiz? Dorilashdi. Ko'pchilik dorilayapti. Men dorilamayman. Arilarim yaxshi. Arilar pastga tushgandan keyin uyda davolanadi. Kanalarni to'kiladi, ovqat beriladi, qishga olib kirishda boshlaymiz. Qishga tayyorgarlik boshlanadi. Xo'p, keyingi usulimiz endi ko'p narsani o'rgandik. Xudo xolasa keyingi yilga mana shu tog'da, xuddi shu joyda yoki boshqa joyda yoki mana tomonda, mana shu territoriyada 30 ta arimiz turadi. 30 ta arimiz yetadi bu yerda. Hammasini olib tushib olish kerak emas. Yarmini yantoqqa, yarmini toqqa, yarmini paxtazorga olib tushamiz. 3 tadan bo'lsa, 30 tadan bo'lsa 90 ta ari qilamiz. Qolgan atotkalarni hammasini sotamiz. Bahordan ari sotamiz. Ona ari asosiy kuchni bu yil ona ariga qarataman. Qishdan boshlab zakazlarni olishni boshlayman, chunki uyalar tayyorlayapman. Hozir uyimda 70 ta uya bo'ldi. O'ttasidan bo'linadigan bo'lsa 140 ta onani srazi chiqarish imkoniyatiga ega. Nukleusdan ko'ra katta uyada yaxshi ekan. Buni tajribamdan kelib chiqib va Olim akadan o'rganib shu ishni qilyapman. Chunki o'zimiz yonimizda ishdan chiqib bemalol arilarni nazorat qilsak bo'laveradi. Bu yerda paxtazorda, tog'da nariga katta uyalardan olib kelaman. 12 romkalikda, 12 romkalikdan 30 ta, hamma 12 romkaliklar toqqa keladi. Chunki baribir magazinga qiyin ishlayapti. Tog'da 12 romkaliklar arilar turadi. Chunki bir-birini ustiga tushish ehtimolligi bor. Keyin olib ketyapsiz ham xalaqit bermaydi. Bunaqa magazin ulaydigan 2-chi, 3-chi romkalar yo'q yantoqda yoki paxtazorda turadi. Yaxshi, bu yil ham endi Alloh berganini olamiz. Qatlarda xato qilganmiz, nimalar qilganmiz kommentariyga yozinglar. Keyin ona arilarni bu yil Bakfis bilan karnika chiqardim. Oz miqdorda Xorazmlik akaga berdim 100 ta. Keyin Buxorolik aka bor, ularga berdim. Endi bu yil ommaviy beraman endi. Zakazda oldindan olib bemalol qilamiz. Savollar bo'lsa kommentariyga e'tiborlash uchun rahmat. Sog' bo'linglar.